Hozirgi kuzatuvchi ertalabdan BYD mashinasini qabul qilib olgandi. Ajoyib model ekan. Hop, bunga qilib berilgan ishlar ruxsat etgan joyiga tonirovka qilib berdi. Thompson Classic 120 TL bo'ldi. Ichidan ko'rsatishni ham bitta ko'ramiz. Yuan Up degan model ekan. Hop, yana qilingan ishlar yangi salon laminatsiya chiqdi. Broni plyonka qo'shilgan, qalin 200 mikronli deyishdi. Undan salon laminatsiya qilib berganmiz. O'sha chiziladigan joylarni chiroyli, akkuratli qilib bagajlargacha o'raldi. Bu old qismlari. Hozircha glansiyaga qiziqqanlarga. Barcha qismi. Hop, tonirovka, salon laminatsiya, broni plyonka xizmatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqarasiz, ishingni chiroyli qilib bitirib beramiz. Arman avtoxonasi xizmat qiladi.